bitta xotinni eplolmasang, qanaqa erkaksan? Ha endi hamma narsaga aralashavermang. Endi xotin kishi bo'lgandan keyin xohlagan joyiga boradi, keladi. Erkak, men senga yaxshi bo'lsin deb aytyapman. Bo'ldi, mani xotinim hamma narsaga aralashavermanglar. Meni aytganimni qiladi, bo'ldi. Sizlarni aytganinglarni qilishga majbur emas-u. Zor deylar vaqti. Kelin. Kelin. Xolajon, Mana kirlarni yuvib bering. namuncha kiyim ko'p almashtirasiz, dadajon. Men sizni kiyimlaringizni yuvishga majburmanmi? Bu nima deganingiz, kelin? Bugun uyda bir maza qilib o'tiramiz-da. Bir qalamni qo'ldan osh yesak, aka. Sizga har kuni shaltoqlaringizni yuvavermayman-u. To'y, sen kimga gapiryotganingni bilyapsanmi? Odamga gapiryapsan, sal o'ylab gapirgan. Xuddi hurmatlarni joyiga qo'yib qo'ygandek gapirmayman-ku. Siz qanaqa muomala qilsangiz, men ham xuddi shunaqa muomala qilaman. Oshni keyingi safar yerimiz aka. Ada. Narsalaringizni yig'ishtiring. Manikiga ketamiz.